Xola Toshkentdan keldim oldingizga, Namanganga. Nech puldan sotyapsiz bularni? Hozir 2 kilosini 10 mingga tortib berdim. Menga nech puldan berasiz? Hammasini olaman. Hammasini bo'pti, 5 mingdan sizga berib yuboraman. Qarang, mana ezilib ketibdi, shirin-da, значит, to'g'rimi? Ha, shirin. Farzandlaringiz bormi? Ha. Nechta? 6ta. 6ta? Yo'q, ko'p-da. Navaralar nechta? Nevara 18ta. Yo'q. Qani farzandlaringiz? Ular hammasini berib yuboraman. Bitta o'g'lingiz bor. Bitta o'g'lim bor. Necha yosh? O'g'lim hozir pensiyaga chiqadi, ishlayotgan hozir. Pensiyaga chiqdi? Birinchi farzandingiz necha yoshda bo'lgan? Farzandim hozir pensiyaga chiqdi, kirdi. Birinchi farzandingiz. Endi qizlar uchun ishlab yuraman-da, mashina qilib o'g'lim. Endi men siz pulni ko'tarmang, o'zim olaman. Ana endi to'xtaramizda. Ha, yo'q, qo'yavering, bo'ldi. Xolam? Mana shu hamma narsangiz o'sha. O'ylab ko'p o'g'lim. Duo qilib qo'yasiz? Shuncha ko'p pul. Bo'ldi, o'zingizga duo qilib qo'yasiz? Men roziman. Rozimisiz? Ha, bitta duo qiling, men ketdim. Parvardigor ishingizga rivoj bersin. Hamisha el oldi bo'lib yaxshi